Dostlar, selamlayız sizni. Biz bugün Bulgar Radyosu hizmetkarları bilen ko'rganingizcha muhtojlarga yordam priют человека degan o'ringa keldik. Hem mana shunday o'ylar tuva, har kishida kelib yordam eta oladimi, har kishida o'z ulushini kirita oladimi degan so'rov tuva. Mana men bu so'rovga javob topdim. Bugun o'zim hali birinchi topqir eshitdim bu haqda. Mana maxsus QR kod bor ekan. Hem shu QR kod osha qo'shib siz SBP osha o'z ulushingizni kirita olasiz. Mana bunda o'rtacha 130 so'm bir porsiya. Kim 130 so'm kirita, kim 2 porsiya kirita, kim 500 so'm kirita, kim ko'pmi bo'ldira ola. Mana shunday mumkinlik bor ekan. Biz bilamiz endi yordam bir qachonda unutilmaydi. U albatta hammamizga da savob bo'lib berishi. Yordam etarga tilak bo'lganda mumkinliklar bor deb aytasiz kelar. Borda mana biz bugün qatnashamiz endi muhtojlar kelib oshinglar, biz ularga oshlar solib beramiz, shaylar yasab beramiz. Siz de kela olasiz. Qozonda ham respublika bo'ylab bunday nuqtalar bek ko'p.